Ben gece katka kayış pişirdim. Sizler ne ovqat pişirdinizler? Bu ovqatni yemaganimam 15-20 yil bo'lib ketibdi. Halamla da vaqti, halamni qizi bu ovqatni mana tez pishirib berardi. Menimcha endi yozni ovqati. Ko'pchilik aytadi, erimli ovqatlar pishirasizlar, biza uyda o'tirib pishirib yeslarimiz kelmaydi. Nishab hamma ishni uspet etasiz, biznes, ovqat, tikish deb so'raydilar. Odam harakat etsa, intilish bo'lsa, hamma narsa uspet etish mumkin. Baribir uyda ovqat pishirgan yaxshi, ham oilaviy budjetimiz uchun ham yaxshi, ham uyni ovqati baribir boshqacha bo'ladi. Biza vaqtida katka kaysa ko'rdak etmaydik, o'zini qaynatib katka bulab yedik. Hozir lekin men ko'rdak ham pishirdim. Kim nishatib pishiradi, yozib ketinglar. Ina bir zamonda ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Ovqatga birdan onacha baho berib ketinglar. Yesizlar mehmon etaman. Bizlarga obuna bo'lib, like bosib, komment yozish yoddan chiqmasin.